Assalomu alaykum barchaniga. Yana bir ishimizni yakunlab olganmiz, ko'rishingiz mumkin. Shunaqangi neobычный ko'rinishda tahorat zona qilib berganmiz. Avariyni traplini ham o'z o'rniga qo'yib, idealni qilib bitirganmiz. Tualetimizga chiqib tushish oson bo'lishi uchun ikkitali poxona qilib berganmiz, 13-13lik. Chekkalarni 45 ga chaqlab ko'rishingiz mumkin. Stiglarni ham o'z o'rniga qo'yib ishin chekkalini ham 45 ga chaqlab idealni qilib berganmiz okalar. Tualetimizga ham to'rtta burchagini sindirib, uklonni tindirib qilib berganmiz. Shu tahorat zonaga baribir dil ketadi-ku okalar. Shu tahorat zonaga bitta like bosib qo'ysizlar. Ko'rishingiz mumkin. Nima debdi tahorat zona okalar?